Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana Cobalt farkop qo'yish jarayoni bo'lib turibdi. Farkopi butulka bilan qo'yayotirmiz. Yana farkopini bu tarafini qo'ydik. İçine butulka qo'yiladi. Bemalol kim shunday sifatli farkoplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Farkoplar ham juda baquvvat. Yine qalin lisserdan qilganmiz. Yine qalin lisserdan farkoplarini kraska qilib o'rnatib beramiz. Xudo xolasa buni yine narxini kelsak 800 ming so'mga qo'yib berib turibmiz. Sifatli qalin turbalardan, qalin lisserdan yine baquvvat qilib qo'yib beryapmiz. Turbalar qalin turbadan yine qalin turbadan kime shunday sifatli baquvvat perseb i farkoplar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasiz. Ekranda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.